Tingla, Alloh senga baraka bersin. O'sha buyuk kunda sodir bo'ladigan dahshatlar va hodisalar haqida tingla. O'sha kuni bandalar o'z yaratganlari bilan ko'rishadilar. U kunda zolimlar o'z mazlumlari bilan uchrashadilar. U kunda Odam alayhisalom o'z farzandlari bilan uchrashadi. Hech kimimizni qoldirmay, barchamizni mahshargohga yig'ishadi. Va insonlar o'sha hollarida bir-birlariga qaraydilar va so'raydilar: nahotki biz qanday holatdaligimizni ko'rmayapsiz? Robbimizning oldida kim bizni shafoat qila oladi? So'ng ularga sizning otangiz odam deyiladi. Ularga otangiz odam deyiladi. Va Odam alayhisalom aytadilar: bugun mening Robbim hech qachon g'azablanmaganday g'azablangan va bundan so'ng ham hech qachon bunday g'azablanmaydi. Menga bir daraxtga teginish taqiqlangan edi, lekin men itoat qilmadim. Mening nafsim, nafsim, nafsim. Odam alayhisalom ularga: Nuhning oldiga boringlar deydi. Ibrohimning oldiga boringlar. Musoning oldiga boringlar. Isoning oldiga boringlar. Ularning barchalari aytishadi: bugun mening Robbim hech qachon g'azablanmaganday g'azablangan va bundan so'ng ham bunday g'azablanmaydi. Ular gunohlarini tilga olmaydilar, lekin barchalari bir ovozda mening nafsim, nafsim, nafsim deyishadi. Sen bular qanday odamlarligini bilasanmi? Bular qanday insonlarligini bilasanmi? Bu ulug' kunda ularning barchalari mening nafsim, nafsim, nafsim deyishadi. Ular Allohning eng yaxshi elchilari edi. O'sha kuni ularning har birlari yordamga chaqiradilar. Agar ularning hollari shunday bo'lsa, unda sen va mening holatimiz qanday bo'ladi? Unda sen va mening holatimiz qanday bo'ladi? Bizning barchamizni shu yerga yig'ishadi. Bu maqomda bizning holatimiz qanday bo'ladi? Quyosh boshimiz uzra yaqinlashgan paytda, jahannamni sudrab kelishganda holatimiz qanday bo'ladi? Uning 70 ming zanjiri bo'ladi. Va har bir zanjirini 70 ming farishta tutib turadi. Agar mahshargohda uni va odamlarni yolg'iz qoldirishganda, u shubhasiz ulardan har biriga yetib borgan bo'lar edi. U o'zidan shiddatli nafas chiqaradi. Barcha insonlar tizzalariga yiqilishadi. Har bir ummatni tiz cho'kkan holda ko'rursan. Ey odam, ey Nuh, ey Ibrohim, ey Muso, ey Iso. Har birlari mening nafsim, nafsim, nafsim deyishadi. Va Iso alayhisalom aytadilar: Muhammadning oldiga boringlar. Odam bolalarining sayyidini oldiga boringlar. Avvalgi va oxirgilarning sayyidining oldiga boringlar. Va ular Muhammadning oldiga kelishadi. U zot aytadilar: albatta men shu uchundirman. U zot aytadilar: albatta men shu uchundirman. U zot Allohning arshiga boradilar va sajdaga qulaydilar. Ularga: ey Muhammad, boshingni ko'tar deyiladi. Ey Muhammad, boshingni ko'tar. Shafaat qil, sening shafaating qabul qilinadi. U zot aytadilar: ey Robbim, mening ummatim, ummatim, ummatim. Bizning suyukligimiz bizlardan yuz o'girmaydi. Bizning suyukligimiz shu dahshatli holatda ham bizni tark etmaydi.